Elektromagnit induksiya. Ushbu darsda biz elektromagnit induksiya haqida o'rganamiz. Elektromagnit induksiya hodisasini ushbu tajriba orqali ko'rishimiz mumkin. Izolyatsiyalangan mis simni qog'oz yoki yog'och silindrga o'rab, solenoid shaklida spiral hosil qilamiz. Spiralning ikki uchini galvanometrga ulaymiz va unga magnitni yaqinlashtiramiz. Galvanometrning ko'rsatkichi magnit turg'un holatda bo'lganda 0 ga teng. Agar magnitning shimoliy qutbi solenoidga yaqinlashtirilsa, galvanometrning ko'rsatkichi o'ng tomonga og'adi. Magnit harakatdan to'xtaganda galvanometr 0 ni ko'rsatadi. Bu magnit harakatlanayotgan vaqt davomida solenoidda tok oqib o'tishini isbotlaydi. Agar magnit solenoiddan uzoqlashsa, solenoiddagi tok teskari yo'nalishda oqadi. Shunda galvanometr ko'rsatkichi chap tomonga og'adi. Agar magnit tezroq harakatlantirilsa, og'ish kuchayadi. Agar magnitning qutbi o'zgartirilsa va magnit solenoidga yaqinlashtirilsa, tok teskari yo'nalishda oqadi. Galvanometr shunga qarab chap tomonga buriladi. Faraday magnit bilan spiral o'rtasida nisbiy harakat sodir bo'lsa, tok faqat spiralning o'zidagina oqishini kuzatgan. Agar harakat yo'nalishi o'zgartirilsa, galvanometrdagi og'ishning yo'nalishi teskari bo'ladi. Spiraldagi tok va galvanometr strelkasining tegishli og'ishini kuchli magnit ishlatish yoki magnit harakat tezligini oshirish orqali ko'paytirish mumkin. Maydonning o'lchamini yoki o'ramlar sonini oshirish ham spiralda kuchli tok hosil qiladi. Faradayga ko'ra, magnit va spiral o'rtasida nisbiy harakat bo'lmagan taqdirda, spiral ichidagi magnit oqimi doimiy, konstanta qoladi. Shunday qilib galvanometr hech qanday og'ishni ko'rsatmaydi. Ammo magnit spiralga yaqinlashtirilsa yoki aksincha bo'lsa, magnit oqimi o'zgaradi va spiralda elektromagnit kuch hosil bo'ladi. Agar aylanish to'liq bo'lsa, elektromagnit kuch tokning o'tkazilishiga sabab bo'ladi. O'z tajribalariga asoslanib, Faraday elektromagnit induksiyaning ikki qonunini ishlab chiqdi. Har safar spiral bilan bog'langan magnit oqimi o'zgarib tursa, elektromagnit kuch hosil bo'ladi. Induksiyalangan elektromagnit kuchning kattaligi spiral bilan bog'langan magnit oqimining o'zgarish tezligiga to'g'ri proporsionaldir. Induksiyalangan elektromagnit kuchning yo'nalishi magnit oqimi o'sishi yoki kamayishiga qarab o'zgaradi. Jon Fleming harakat yo'nalishini yoki induksiyalangan tok yo'nalishini aniqlash uchun ikki qoidani taqdim etdi. Chap qo'l qoidasi elektromotorlar uchun, o'ng qo'l qoidasi esa generatorlar uchun ishlatiladi. Flemingning o'ng qo'l qoidasiga ko'ra, o'ng qo'lning bosh barmog'i, ko'rsatkich barmog'i va o'rta barmog'i o'zaro perpendikulyar holatda cho'zilgan bo'lsa, bosh barmoq harakat yo'nalishini, ko'rsatkich barmoq magnit maydonning yo'nalishini, o'rta barmoq esa induksiyalangan tokning yo'nalishini ko'rsatadi. Lenz qonuni shunday deydi: induksiyalangan maydonning yo'nalishi shundayki, u har doim o'ziga sabab bo'lgan o'zgarishlarga qarshi turishga intiladi. Lenz qonuni Nyutonning 3-qonuniga amal qiladi, ya'ni har bir kuchga teng va qarama-qarshi kuch mavjud. Shuningdek, u energiyaning saqlanish qonuniga ham bo'ysunadi. Bu shuni anglatadiki, energiya yo'qdan bor, bordan yo'q bo'lmaydi.
Shuning uchun tizimdagi barcha energiyalarning yig'indisi doimiy bo'ladi. Lenz qonuni Faradeyning induksiya qonuniga asoslanadi. Lenz qonuni shunday deydi: magnit oqimining o'zgarishi orqali maydon kuchlanganligi hosil bo'ladi. Faradey qonuniga muvofiq, induksiyalangan maydon polarligi shundayki, u tok hosil qiladi. Bu tokning magnit maydoni o'zgarishiga qarshi turadi.